Jonkuyar olimlarimiz buyuk ajdodlarimizning ilmiy an'analarini munosib davom ettirgan holda ilm fanni taraqqiyotimizning drayveriga aylantirib, mamlakat rivojiga xizmat qiladigan muhim kashfiyotlar yaratishlariga ishonaman. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Kamolot chegara bilmas. Ilm fan taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi inson tafakkuri, fidokorligi va izlanishlaridir. O'z hayotini fanga, ta'limga va insoniyatning kelajagiga bag'ishlagan olimlar tarix sahifalarida o'chmas iz qoldiradi. Shunday ulug' zotlardan biri akademik Shukrullo Yo'ldoshevdir. Uning ilmiy hayoti ilmga oshufta qalb va tinimsiz izlanish namunasidir. Oddiy oila bag'rida tug'ilib, bilimga bo'lgan cheksiz ishtiyoqi tufayli qator sohalar fidoyisi va katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Fan olamiga ilk qadamlar, ilk ilmiy izlanishlar va muhim kashfiyotlar, bularning barchasi uzoq yillar davomida shakllangan buyuk yo'lning boshlanishi edi. Bu nafaqat bir inson hayoti, balki butun bir ilmiy maktab tarixi, ilmiy jasorat va fidoyilik hikoyasidir. Texnika fanlar doktori, professor, O'zbekiston Qishloq xo'jaligi fanlar akademiyasi akademigi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universitetida xizmat ko'rsatgan professor Yo'ldoshev Shukrullo Ubaydullayevich 1935-yilning 11-aprelida Toshkent shahrining markazi, o'sha paytda eski Juva dahasining Hazrati Imom mahallasida ziyolilar oilasida tavallud topgan. Otasi Ubaydulla Yo'ldoshev maktab direktori va sobiq Oktyabr tumani Maorif bo'limi boshlig'i vazifalarida ishlagan. Fashistlarga qarshi urushga o'z xohishi bilan jo'nagan va 1945-yil 25-aprelda Berlin shahri ostonasida halok bo'lgan. Onasi Firdavsaya bolalar bog'chasida tarbiyachi bo'lib ishlagan va 1995-yili 87 yoshida vafot etgan. 1952-yili Toshkent shahridagi 14-maktabni a'lo baholar bilan tamomladi. 1957-yilda O'rta Osiyo Politexnika instituti, hozirgi Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetini mexanika fakultetini tamomlab, muhandis avtomobilchi mutaxassisligini olgan. 3-sonli avtobazada mexanik va vazirlikda katta muhandis bo'lib ishladi. O'rta Osiyo Politexnika institutining mexanika fakulteti avtomobillar kafedrasida talabalik davrida avtomobil traktorlar sirlarini o'rganishda o'qituvchi pedagoglardan professor Nikolay Semyonovich Abramov, respublikada xizmat ko'rsatgan fan arbobi, texnika fanlari doktori, professor Abdusalom Abdug'aniyevich Mutalibov, akademik, texnika fanlari doktori, professor Oqil Umurzoqovich Salimov, professor Natan Salomonovich Münster, dotsent Boris Abramovich Grindforlarning ustozlik o'gitlari benazir bo'ldi. 1959-1964-yillarda
O'rta Osiyo qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash va elektrlashtirish ilmiy tadqiqot instituti aspiranturasida o'qidi va kichik katta ilmiy xodimi bo'ldi. Shukurullo Yo'ldoshev dastlabki ilmiy ishlarni paxtachilikda qo'llaniladigan mashinalarning buzilishi va juft qismlarning ishqalanuvchi detallarining yeyilishi bardoshliligini va xizmat qilish muddatini oshirish muammolariga bag'ishlab, mashinalar ishonchliligi va tribionika, ishqalanish va yeyilish fani rivojiga o'z hissasini qo'shdi. Bu tadqiqotlarning natijalari paxtachilik mashinalarida ishqalanuvchi juft detallarning yeyilish tadqiqotlari mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi asosini tashkil etdi va u 1963-yilda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutining ilmiy kengashida professor Salim Po'latovich Po'latov raisligida muvaffaqiyatli himoya qildi. 1964-yildan Shukurullo Ubaydullayevichning ilmiy faoliyatida yangi bosqich boshlandi. Mexanizatorlar oldida paydo bo'layotgan qator muammolarni o'rganish va uncha o'rganilmagan paxtachilikda qo'llaniladigan mashina mexanizm va moslamalarning konstruksiyalarini texnik qarovga, ta'mirlash ishlariga va uzoq muddatga saqlanishga moslanganligini o'rganish mavzusi Shukurullo Ubaydullayevichning ezgu niyati bo'lib qoldi. 1970-yillarda Shukurullo Ubaydullayevichning ilmiy ishlari puxta bo'lganini aspirant va ilmiy xodimlar haligacha eslab yurishadi. Abdulmutalib Hojiyev, akademik, respublikada xizmat ko'rsatgan fan arbobi, texnika fanlari doktori, professor. 1964-yildan 1974-yilgacha paxta terish mashinalari, seyilka, kultivatorlarning ta'miri va ularning detallarini qayta tiklash uchun kerakli uskunalar yaratish bo'yicha texnologik tadqiqotlar o'tkazdi. 1974-1977-yillarda Saymening ilmiy ishlar bo'yicha direktorning birinchi o'rinbosari lavozimida ishlash davrida O'zbekistonda paxta terish mashinalari parkining ko'payishi munosabati bilan ularning texnik qarovi, ta'miri va saqlanishining texnologik ishlanmasini yaratdi. Nazorat sinovi va ta'mir texnologiya uskunalarini ishlab chiqdi. Bular respublikada shu turdagi uskunalarning dastlabkilari edi. O'z ilmiy mehnati natijalarini ko'rgan va uning istiqboli borligiga ishonch hosil qilgan yosh olim yangi ufqlarni egallashga astoydil bel bog'laydi. 1970-yildan boshlab mashinalar ta'miri, texnik qarovi, ularni diagnostikalash va saqlashga doir yaratilgan texnologiyalar asosi Shukurullo Ubaydullayevichga O'zbekiston qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash darajasini oshirish va qishloq xo'jaligi mashinalarining texnik darajasini baholash sohasida yangi ilmiy yo'nalish yaratishga imkon berdi. Bu yo'nalish mashinalardan samarali va resursidan to'liq foydalanishni ta'minlagan. Bu izlanishlar o'rim-terim mashinalarining texnik darajasini oshirish va ko'rsatkichlarini baholash mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasiga asos bo'ldi. 1982-yili Sankt-Peterburg Agrar universitetining ixtisoslashgan kengashida ushbu dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi. 1977-yilda Shukurullo Yo'ldoshevga dotsent, 1983-yilda professor ilmiy unvonlari berildi. U melioratsiya va suv xo'jaliklarida foydalaniladigan texnika nasoslarning, dehqonchilikda ishlatiladigan plug, seyilka, kultivator, paxta terish, g'alla o'rish kombaynlarining ishonchlilik ko'rsatkichlarini, buzilmasdan ishlashligi, puxtalik, mustahkamligi, yeyilish va ishqalanishga, zanglashga chidamliligi,
ta'mirbopligi, saqlanuvchanligi va diagnostikaga moslanganlik xususiyatlarini tadqiq qilgan nazariy va amaliy tavsiya va texnologiyalar yaratdi. 1977-yildan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti ilmiy kengashi a'zosi va dissertatsiyalar himoyasi bo'yicha ixtisoslashgan ilmiy kengashlar a'zosi, ilmiy kotibi, rais o'rinbosari va raisi sifatida faoliyat yuritdi. 1977-1991 yillarda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetining materialshunoslik, mashinalar ishonchliligi va ta'mirlash kafedralar mudiri, tarmoq laboratoriya rahbari, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash laboratoriya rahbari, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash markazining prorektori, institutning ilmiy ishlar bo'yicha prorektori lavozimlarida faoliyat yuritdi. 1982-1991 yillarda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida rektor o'rinbosari va kafedra mudiri lavozimida ishlagan paytlari Shukurullo Ubaydullayevichning rahbarlik va tashkilotchilik qobiliyati to'la namoyon bo'ldi. 1991-yilda O'zbekiston Qishloq xo'jalik fanlari akademiyasi vitse-prezidenti, prezidium a'zosi va akademigi bo'lib saylandi. Bu yillarda Shukurullo Ubaydullayevich o'z maqsadi sari dadil qadamlar tashladi. Ilmiy faoliyati juda samarali bo'ldi. U O'zbekiston Qishloq xo'jalik fanlari akademiyasi tizimidagi ilmiy tadqiqot institutlari va respublika xo'jaliklarida targ'ib qilish, qo'llash va tashqi aloqalarni takomillashtirish va yo'lga qo'yish bilan bevosita shug'ullandi. 1995-2000 yillarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining birinchi chaqiriq deputati sifatida Agrar suv xo'jaligi masalalari va oziq-ovqat qo'mitasi a'zosi sifatida faoliyat ko'rsatdi. U deputat sifatida davlat va jamoat ishlari bilan birgalikda agrar soha xo'jaliklari uchun 30 dan ortiq qonunlar loyihasini tayyorlash, sessiyalarda muhokama qilish va hayotga tatbiq qilishda qatnashgan va agrar xo'jaliklarning huquqiy madaniyatini oshirishga hissa qo'shdi. Ko'p yillik izlanishlari, ilmga va ishga chanqoqligi natijasida Shukurullo Ubaydullayevich qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash, qishloq xo'jaligi texnikasidan foydalanish va ularning ishonchlilik ko'rsatkichlari, resursi sohasidagi fan va tashkilotchisi va eng ko'zga ko'ringan olim bo'lib yetishdi. Akademik Shukurullo Ubaydullayevich agrar soha xo'jaliklarini industrializatsiyalash va mashinalar resurslaridan to'g'ri va samarali foydalanish bo'yicha o'z ilmiy maktablarini yaratgan olimdir. Akademik Shukurullo Ubaydullayevich mashina, mexanizm, suv nasoslari va agregatlardan foydalanish va ta'mirlash texnologiyasi, ularning eskirish jarayonlarini, buzilishini, ishqalanish, yeyilish, sinish, qiyshaysh, bukilish va zanglash xossalarini o'rgangan, tahlil qilgan va nazariy amaliy tavsiya va texnologiyalar yaratdi. Shukurullo Ubaydullayevich ilm fanning fidoyisi. U yaratgan ilmiy meros kelajak avlod 3-renessans poydevorlari uchun bitmas tuganmas boylikdir. Bahodir Mirzayev, texnika fanlari doktori, professor, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti rektori. Olimning ilmiy asarlari bugungi kunda ishlab chiqaruvchilar, konstruktorlar, texnologlar, mashina sinovchilar, ilmiy xodimlar, doktorantlar, tadqiqotchilar va magistrantlar uchun
qo'llanma hisoblanib kelmoqda. Akademik Shukrullo Ubaydullayevich 67 yildan ortiq davom etayotgan ilmiy va jamoatchilik faoliyati natijasida ko'plab maqolalar, ma'ruzalar, ixtirolar, texnologik jarayonlar, darsliklar va ilmiy monografiyalar yaratdi. Jumladan 767 ta mualliflik ilmiy maqolalari. Bulardan 62 tasi xorijiy davlatlarda chop etilgan. 4 ta darslik, ular qishloq va suv xo'jaliklari bilan integratsiyalashgan holda yozilgan. 11 ta monografiya, 2 ta muammoli ma'ruzalar to'plami. Bular soha bo'yicha qilingan tadqiqotlar natijasida innovatsion g'oyalar bilan sug'orilgan va 28 ta ixtirolar uchun patentlar muallifi. 21 ta ilmiy anjumanlar to'plamlarida muharrir, 32 ta fan nomzodi va fan doktorlari tayyorlagan. 40 dan ortiq mashinalardan foydalanish, ta'mirlash, saqlash va diagnostikalash texnologiyasi bo'yicha texnologik xaritalar va tavsiyalar yaratgan. 120 dan ortiq o'quv uslubiy qo'llanma va ko'rsatmalar tayyorlagan va chop etgan. Olim o'z ilmiy ma'ruzalari bilan 1993-yilda Turkiyada, Xitoy Xalq Respublikasida, 1994-yilda Moskva va 1995-yilda Minsk shaharlarida o'tkazilgan ilmiy konferensiyalarda ishtirok etdi. 2024-yilda 4 ta xorijiy ilmiy amaliy anjumanlarda ma'ruzalar bilan qatnashdi. Yo'ldoshev Shukrullo Ubaydullayevich, Umurzoqov O'ktam Pardayevich bilan birgalikda 3 ta Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutining o'quv, ilmiy va ma'naviy ma'rifiy faoliyatini modernizatsiyalash bo'yicha strategik konseptual dasturlarni yaratgan. Akademik Shukrullo Yo'ldoshevga qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashga va agrar oliy ta'limni rivojlantirishga qo'shgan katta hissasi, sermahsul pedagogik faoliyati, yuqori malakali ilmiy mutaxassislar tayyorlashdagi xizmatlari uchun respublikamizning mukofotlari bilan taqdirlangan. Olimga 1992-yilda mustaqillik nishoni, 1993-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, 1994-yilda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetida xizmat ko'rsatgan professor, 1996-yilda xalq ta'limi a'lochisi, 1997-yilda akademik Silivanov nomli yubiley medali, 1998-yilda Respublika Nuroniylar kengashi 1-darajali mehnat faxriysi, 2009-yilda O'zbekiston belgisi, 2011-yilda O'zbekiston mustaqilligiga 20 yil, 2016-yilda O'zbekiston mustaqilligiga 25 yil, 2017-yilda O'zbekiston mustaqilligiga 26 yil va 2018-yilda mehnat faxriysi 1-darajali ko'krak nishoni, 2023-yilda O'zbekiston qishloq xo'jaligi fidoyisi, O'zbekiston olimlar bayrami kunida Yil olimi 2023 nominatsiyasi g'olibi, 2024-yilda ma'naviyat fidoyisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Shu bilan bir qatorda respublika miqyosida nashr qilingan 3 ta ensiklopedik to'plamlarda e'tirof etilgan. Shukrullo Yo'ldoshev 3 ta farzand, 11 ta nabira va 6 ta evaralarning sevimli bobosi. Olim ziyoli farzandlarini voyaga yetkazmoqda. Akademik Shukrullo Yo'ldoshev 67 yillik ilmiy pedagogik faoliyati davomida shijoat va samaradorlik, zavq bilan fan, oliy maktab va tadqiqot ishlanmalariga tizimli yondashuv asosida agrar soha xo'jaliklar infratuzilmasini ilmiy asosda modernizatsiyalash,
yangi zamonaviy texnikalarni joriy etish, ularning resurslaridan samarali foydalanish, ishonchlilik ko'rsatkichlarini oshirish bo'yicha mehnat qilmoqda. 2004-yildan hozirga qadar gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash va muhandislik tizimlarini boshqarish kafedralarining professori lavozimida ishlab kelmoqda. Olim shogirdlarga bergan nasihatlarda talaba, magistr va tadqiqotchi izlanuvchilarning ilm egallashi, o'tgan buyuk alloma va olimlarning asarlarini o'rganib, bilimlarni to'plashi, salohiyatli bo'lishi shuning uchun kerakki, yaratilgan yangilik, ixtiro va texnologik jarayonlar, innovatsion g'oyalar dehqon, fermer va suv xo'jaligi xodimlarining muammolarini bartaraf etib, dehqonlarning mushkullarini oson va yengil qilib, bu sohada boshqalarga ijobiy namuna bo'lishidan iboratdir, deya ta'kidlaydi. El-yurt hurmatini meros qilib bo'lmaydi. Unga faqat umr bo'yi el-yurt uchun halol, fidokorona mehnat qilib, yonib yashagan kishilargina erishadi. Shukurullo Ubaydullayevich mana shunday kishilardandir. Qo'ng'irotboy Sharipov, texnika fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri. Bugun biz akademik Shukurullo Yo'ldoshevning hayoti, ilmiy faoliyati va fidokorona mehnati bilan tanishdik. U kishi nafaqat ilmga, balki butun umri davomida el-yurt taraqqiyotiga xizmat qilib kelmoqda. Fan va ma'rifatga bag'ishlangan bu hayot izlanish, fidoyilik va ezgulik bilan yo'g'rilgan. U zot yaratgan ilmiy kashfiyotlar, yetishtirgan shogirdlar va amalga oshirgan ulkan ishlari kelajak avlodlar uchun bebaho maktab bo'lib qoladi. Chunki asl olimning izlari nafaqat kitob sahifalarida, balki qalblarda ham abadiy yashaydi. Bugungi film orqali biz nafaqat inson hayoti va ilmiy faoliyatining muhim sahifalariga nazar tashladik, balki ilm-fan, izlanish va taraqqiyot yo'lidagi cheksiz fidoyilikni his etdik. Shukurullo Yo'ldoshevning hayot falsafasi bizga shuni ko'rsatadiki, chinakam ilm fidoyilari umrini ilmiy haqiqatga, vatanga va insoniyatga xizmat qilishga bag'ishlaydi. Ularning yoqib kelayotgan ma'rifat chirog'i avlodlar yuragida porlab, yangi kashfiyotlar sari ilhom beradi. Yo'ldoshev Shukurullo Ubaydullayevich 90 yoshda.